Bu video obzordan keyin aniq O'zbekistonda yashaydigan onajonlarimizni rangli qalam Semizidan narxi 579 ekan. Yozish uchun shunaqangi flomasterlar, ruchkali, non permanent deydi, narxi 2 euro. Qalam ochadigani 249 euro ekan. Narxi 125 eurodan ekan. O'chirg'ich 185 euro. Yana rangli qalam, buni simonliq ustida plastmassasi bo'ladi, narxi 599, ya'ni 6 euro ekan. Biza chap qo'lmizami, o'ng qo'lmizami, nimaga bizga indashmagan? Buni qaranglar, spiskaga yozib qo'yishgan, qaycha otganda o'ng qo'l yoki chap qo'liga qarab, chapaqaylar chap qo'lga moslashgan qaycha olinglar deb aytishdi. Qaychining narxi 4 euro 79 sent ekan. Suriladigan kleylar 2 eurodan ikkita. Post mappelar 225 euro. Plastilin narxi 569 euro. Fayl qo'yadiganlar ham kerak ekan. Kraskalar 7 euro ekan. Rasm daftarini soladigan papkasining narxi 379. Rasm darsi uchun mo'ljallangan shunaqangi maxsus kiyim. Sintetikali kistikalar 3 euro, 12 euro, bunisi 3 euro ekan. To'g'risini aytaman, Germaniyaga endi kelgan paytlarimizda xuddi yoshligimizga o'xshab farzandlarimizga ham maktabdan popka va konstavarlarni sovg'a tariqasida beriladi deb o'ylagan edim. Lekin yevroni xom sanagan ekan. Sizlar ham menga o'xshab Germaniyada 1-sinf o'quvchilariga konstavar va popkalarni sovg'a tariqasida beriladi deb o'ylaganmidinglar?